Voy shunaqa nervli ayollar bor. Parkka urib olib kirib, urib olib chiqadi. O'zi parkka o'ynatgan olib kelyapti uni. Tota, yugurma. Bolamay qol, ko'zing qilma. Yugurma. Tur. Sen nima ho'kiz qayerga? Ukalaringga qaramasdan, ha? Ushamaysanmi? Usha! Yugurma dedim senga. O'zim chiqaraman. Chiqadi. Parkdan olib chiqatib yana uradi-da. Chunki bizni bolalar bor-ku, bir 4-5 ta kachalarga chiqqandan keyin rahmat dada, aya, topganingizga baraka bersin, maza qildik demaydi-da. Ashi bitta qolib ketadi-ku chiqmagani. Najiga bu yoqda 10 taga chiqarsa, oxiri bittasini ko'rib qo'yib, ana qolib ketdi. Keyin chiqasan. Chiqding-ku shunchaga. Jo'g'ratma meni, jo'g'ratma, davlatdan ko'tarilib ketdi hozir. Jo'g'ratma. Bolamay qog'urlar. Tosh oldimga, tosh. Bo'ldi uchmaysan kachalarga. O'rningga tush dedim. Tosh. Pul yo'q. Tushunasanmi? Pul yo'q. Tugadi. Qaysi biringa yetkazay senlarda? Uni Go'rsoqda dadang 28 ming so'm pul bergan. Tag'inam bittikdeni iltimos qilib chiqarib bor. Oldimga tosh. Endi haligi bolani yupatib, ko'ndirib parkdan olib chiqib ketasiz.